tabriklayman. Shu darsgacha qadam qo'yganinglar bilan yangi darajaga chiqishga, ya'ni arzon hayotga emas, qimmat hayotga qadam qo'yganinglar bilan tabriklayman. O'zlikni topish kursimda ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Bu darsni boshlashdan oldin o'zim haqimda ozgina ma'lumot berib o'tsam. Qachonlardir men ham arzon hayotga rozi bo'lib, ruhiy rivojlanmagan paytlarimda, komfort zonada bo'lgan paytimda bu bilimlarni bilmaganman. Ya'ni o'zimni hayotimda ishlatgan ilmlarim bilan sizlarga bo'lishaman va o'zingizlarni ustingizda ishlab qimmat hayotga o'zingizni olib chiqasiz. Ya'ni qat'iy qaroringiz bilan. Nima uchun kursning nomi o'zlikni topish? Ya'ni o'zingizni topmagunizcha hech narsa muammoyingiz ham, masalangiz ham hal bo'lmaydi. Ya'ni o'zingizni topmagunizcha bu hayotda maqsadlaringiz ham ushalmaydi, o'zingiz xohlagan hayotga erisha olmaysiz. Men Xo'jamberdiyeva Madina Fayzullayevna 12 yil oldin psixologiya yo'nalishiga qadam qo'yganman. Hozirgi kunda regressologiya yo'nalishimga 2 yil bo'ldi qadam qo'yganimga va o'z muammolarimni qisqa muddatda ildizi bilan yechib, o'z hayotimni yangi darajaga olib chiqdim. Juda ham qisqa muddatda regressologiya yo'nalishim orqali o'z maqsadlarimga, o'zim xohlagan hayotga erishishni boshladim. Vaziyatlar takrorlanishi, o'z muammolarimni ildizini yechishni psixologiyada tushunmaganman. Psixologiyada bazaviy ilmni olganman, lekin regressologiya yo'nalishi orqali vaziyatlar takrorlanishi, aynan ildiz yechilmagani uchun takror va takror berilavergan. Uyg'ona olmaganman. Ya'ni muammolarni tushunmaganman, qanaqa yechishni. Regressologiya orqali juda qisqa muddatda bu narsaga yetib keldim. O'zimni hayotimda muammolarni yechishni boshlaganimdan keyin bu formulalar Allohning sistemasida 100% ishlashini tushunib yetdim. Bu haqida sizlarga berib o'taman, qanaqa ishlashingiz kerak o'z ustingizda yangi darajaga o'zgarayotganini natijasi bilan ko'rib borasiz. Oliy ma'lumotli psixolog va regressolog yo'nalishida faoliyat olib boraman. Hozirgi kunda muammolarni ildizini yechish bo'yicha yuzlab insonlarga qisqa muddatda natijaga chiqishiga sababchi bo'ldim va bu narsani siz ham qo'llasangiz o'z hayotingizni o'zgartirishga o'zingiz sababchi bo'lasiz. Bugungi birinchi darsimizni mavzusi o'zingiz haqingizda qaysi rollarda yashayotganingiz va kimni qonunlariga bo'ysunib hozirgi holatingizga yetib kelganingiz haqida ma'lumot berib o'taman. Ya'ni bu darsimizni bazasini qanaqa og'riqda turganingizni tushunmagunizcha siz o'z hayotingizni o'zgartira olmaysiz. Ya'ni qaysi darajaga kelganingiz va o'z hayotimdan kelib chiqqan og'riqlarni nimalarni yechgan bo'lsam, albatta shu haqida ham bo'lishib o'taman. Juda ham ko'p og'riqlarni boshimdan o'tkazganman. Muammolar munosabatlarda ham bo'lgan. Qaynona, qaynota, turmush o'rtog'im, aybdorlik, ichki qo'rquvlarim, qalb xotirjamligi umuman yo'q edi. Samatsenkam o'zimga bo'lgan ishonchim juda past darajada edi va o'zim xohlagan sohada ishlamasdim. Majburiy o'zim xohlamagan sohada hamshiralik yo'nalishiga kirib borganman. Hamshiralik yo'nalishimni onam tanlab berganlar, o'zim tanlamaganman. Ya'ni bizani yoshligimizdan atrofimizda ota-onamiz ko'pincha bizani xohishlarimizni hal qilib qo'yishadi. Lekin buni psixika to'g'ri tushunmaydi. Bo'ysunib, ana o'sha mumkin emas, boshqa narsa yangi darajani kirishiga ruxsat bermaymiz. Komfortda qotib qolamiz. O'zim xohlamagan sohada pensiya olishing kerak, stajing ketish kerak deb chegaralangan holatni chizib berishgan va men u hayotda yashashni boshlaganman. Men hamshiralik yo'nalishini qaynona qaynotamga ukol qilaman. Ana shu narsalar bilan menga zanjir kabi orzularimni chizib berishgan. Oyligimni olib, nima endi hayotim shu tarzda o'tadimi? Qarzlarimni yopar edim, o'zimni orzularimga yetmas edi. Kambag'allik ongida yashab o'tganman. Qiynalib ketganman. Yo'q, bu meni hayotim emas. Birinchi signal uyg'onishimga shu bo'lgan. Pullarim yetmas edi, o'zimni orzularimga, maqsadlarimga yetmas edi. Boshqalarga faqatgina havas bilan o'tib ketamanmi? Stajim ketish kerak, ana o'sha 2 etажkali zdaniyada o'tib ketadimi umrim degan savollarni berishni boshlaganman. Va psixologiya yo'nalishiga 12 yil oldin kirib borganman. O'sha psixologiya yo'nalishiga kirib borganimda o'sha masalani yechishni qidirganman. Lekin munosabatlarda takror va takror kelaverardi. Ya'ni og'riqlar. Turmush o'rtog'imdan kaltaklar yeganman, chunki o'zimga bo'lgan ishonchim juda past bo'lgan. Aybdorligim juda kuchli bo'lgan. Ya'ni aybdor inson har doim o'zini aybdor emas joyda ham o'zini ayblaydi ichki holatida va buni atrof ko'rsatib berishni boshlaydi. Qaynona qaynotam, turmush o'rtog'im bularni ko'rsatib berishni boshlashgan. Lekin men bu narsada qotib qolsam bo'ldi, to'xtar edim. Ya'ni o'zim tinmay o'zimga qasos olib o'ldirgim kelardi. O'zimga bo'lgan ishonchim juda past edi. Vaqtlar o'tib psixologiyaga qadam qo'yganimda mana shu qonunlarni tushunib, nima uchun meni hayotimda bo'lyapti degan savollar bilan kirib kelganimda, pulsizlik ham qiynar edi, munosabatlarda muammolar ham. Keyin yangi qadam bitta biznesga qadam qo'ydim. Biznesga qadam qo'yganda katta qarzdorlikka kirdim va o'sha qarzdorlik meni qiynar edi. Psixologiyada yecha olmaganim uchun men regressologiya yo'nalishiga izlanib juda ko'p investitsiya qilishni boshladim, bilimga tikdim va tushundimki, aynan qo'rquvlar, ichki holatimdan va rollar almashib qolishi, mana shularni tushunib yetganimda, men o'zimga o'zim yaratganimni tushundim. Ya'ni robot holatiga kelib qolgandim.
hissiz robot holatiga. Ya'ni ota-ona kiritgan qonunlar, atrof muhit kiritgan qonunlar, pul topish qiyin, boylar yomon inson, boy bo'lish qiyin degan qonunlar asosida yashab o'tdim. Va bu qonunlarni aslida Allohning sistemasi emas, ota-ona, atrof muhit bilib bilmagan holatda, ularda ham ayb yo'q, bu qonunlarni menga kirgizishgan. Men uni ham bilmaganman, xulosalar chiqarganman. Hayot shunaqa ekan, bitta sohani tanlab va o'sha sohada komfortda, ya'ni shuncha summa topar ekanman deb noshukur bo'lganman, afsuslanganman. Turmush o'rtog'imga turmushga chiqqanimni ham afsuslanganman va bu afsuslar meni zanjir kabi kaltaylar, munosabatlarda muammolarga ko'paytirib, yomon holatlarga olib tushgan. Ko'paytirib zanjir kabi vaziyatni takror va takror beravergan. Qiynalardim, yig'lardim kechalari. Tushunmasdim, nega meni hayotimda bu narsalar bo'ldi. Savolligicha qolar edi. Psixologiyada qidiravurardim, lekin ustki qatlamni yechardim, lekin ichkaridagi ildizlar yana vaziyatlarni olib kirib berdi. Va tushundimki, regressologiya yo'nalishiga qadam qo'yganimda, o'z muammoyimni ildizini yechishni boshlaganda, yangi darajaga chiqish bo'ldi, muvaffaqiyatga chiqish bo'ldi, katta pullarga chiqish bo'ldi. Bularni hammasi takror vaziyatlarimga, ya'ni stop bo'ldi. Takror vaziyatlarni yechgandan keyin ayollik energiyasi, dono ayol, o'z rolimga qaytdim. Hech narsada Madina majburiy emasdi. Majburiyatdan qilmasdi. Majburiyatdan men rol o'ynardim. Majburiyatdan yaxshi qiz bo'lardim. Majburiyatdan yaxshi turmush o'rtoq bo'lardim. Lekin ichkarida u nola qilardi, yig'lar edi, ayblardi o'zini. Sevgini his qilmas edi. Xuddiki robot holatida hissiz Madinaga aylangandi. Ana o'sha Madinadan hozir muvaffaqiyatli Madinaga keldim. Va hozirgi kunda nima xohlasam, o'zim xohlagan narsani o'z fikrlarim orqali yaratishni boshladim. Ya'ni negativ, yomon fikrlarni ildizini yechishni boshladim. Va men qila oldimmi? Siz ham qila olasiz. Ya'ni arzon hayotga rozi bo'lmasangiz, qimmat hayotga rozi bo'lishni xohlasangiz, ya'ni qimmat darajaga chiqishni xohlasangiz, albatta buni iloji bor. Bunga siz ilm orqali, texnikalar orqali, formulalar orqali chiqasiz. O'zligingizni topasiz. Bizani hayotimiz, ya'ni robot, genetik robot holatiga kelib qolgan, odatlar shakllangan. Bunga misol tariqasida aytib beraman. Onani, otani hayotini mana hozir birinchi o'rinda siz birinchi vazifani bajaring. 3 marta chuqur nafas oling-da, mana shu darsni diqqat bilan eshiting. Men hali texnikalar beraman, qilib darsga kirganingizda ongingiz kengayadi. Ongni boshqara olasiz. Sizni ong boshqarmaydi, siz ongni boshqarasiz. Bu darsni boshlashdan oldin sizga men texnika beraman. Nafas mashqini bajarib, yarim soat davomida bajarib, keyin darsga kirsangiz, siz ongni boshqarishni boshlaysiz. Ya'ni men sizga qozondek ma'lumotni bersam, siz qozonda emas, katta cheksizlikda qabul qiladigan darajada ong bilan tayyor bo'lib qabul qilishni boshlaysiz. Ya'ni mag'zini chaqishni boshlaysiz va sizda jetonlar tushishni boshlaydi. Yangi darajaga avtomatik psixikasiz tushunib, chuqur anglashni boshlaysiz. Ya'ni anglash nima? Anglash birinchi o'rinda siz hozir qanaqa holatdaligingizni, qanaqa yoqimsiz vaziyatda bo'lsangiz, pulsizlikda bo'lasizmi, qarzdorlikdamisiz, kreditdamisiz, munosabatlarda muammolarmi, turmush o'rtog'ingiz bilan kelishmovchiliklarmi, farzandlaringiz sizni tushunmayaptimi, farzandlaringiz yomon yo'lga kirib ketganmi, yo siz kasallik darajasidamisiz. Bularni hammasini birinchi o'rinda siz kuzatuvchini yoqasiz. Kuzatishni ko'rasiz. Kuzatuvchi bor, mana tana, ruh. Siz mana men hozir nima vazifani bajarayotgan bo'lsam, meni ruhim ko'rib turibdi, tanamni boshqaryapti. Ya'ni ichki fikrlarim orqali men sizlarga yetkazaman. Lekin bu narsani kuzatuvchini yoqishni har bitta darsda amalga oshirasiz. Kuzatuvchini yoqqaningizda siz ko'rishni boshlaysiz. Nima muammoga kelganingizni, hozirgi darajangizni, holatingizni ko'rishni boshlaysiz. Agar kuzatuvchini yoqa olgan inson bu bilimni chuqur tarzda anglaydi. Juda ham hayot oson. Masalalar beriladi bizga. Alloh tomonidan. Masalalarni biza yechmasdan har xil pozitsiyalarga kirib ketamiz. Birinchi o'rinda Allohning 3 ta qo'ng'irog'i haqida bilishingiz kerak. Hozirgi kunda sizga birinchi qo'ng'iroq stress, depressiya, tez tushkun holatlarga tushyapsizmi? Bu sizni birinchi qo'ng'irog'ingiz. Ikkinchi qo'ng'iroq esa tez farzandlaringiz kasal bo'lishi, allergiya kasalliklari, munosabatlarda muammolar, turmush o'rtog'ingiz bilan kelishmovchiliklar, bularning hammasi ikkinchi qo'ng'iroqqa kiradi. Uchinchi qo'ng'iroq esa rak kasalligi, jigar sirrozi, sahrli diabetmi, qanaqa kasallikda bo'lsangiz ham bu uchinchi qo'ng'iroq. Sizni uyg'onishingiz uchun
shu darajalarga chiqib borasiz. Ya'ni birinchi qo'ng'iroqda uyg'onmadingizmi? Ikkinchi qo'ng'iroq beriladi. Ikkinchi qo'ng'iroqda uyg'onmadingizmi? Uchinchi qo'ng'iroq beriladi. Kasallik urgani. Juda ham ko'p insonlar uchinchi qo'ng'iroqda uyg'onishga keladi. Siz hozirda o'zligingizni topishingiz uchun birinchi o'rinda stress, depressiya holatida keldingizmi? Sizni tabriklayman. Ikkinchi qo'ng'iroqda kelsangiz ham tabriklayman. Uchinchi qo'ng'iroqda ham kelsangiz tabriklayman. Nimaga bilasizmi? Chunki siz kech qolmadingiz hali. Hayot matematika. Bizaga masalalar beriladi. Masalalarni yechishni ilm orqali yechib kelishingiz sizni katta darajaga olib chiqadi. Siz masalani yechyapsiz. Lekin 2 dan 2 ni ayirasiz-da, 0 ga teng qilasiz. Men sizga 2 ga 2 ni qo'shib 4 chiqarishni o'rgataman. Yana bitta narsaga 100% ishonamanki, imkoniyat cheksiz. Imkoniyatlar o'sha yer yuziga berilib bo'lgan. Lekin biz miyamiz bilan bu narsaga ishonmaymiz. Biza ko'proq nimaga ishonamiz? Biza yo'qchilikka ishonamiz, afsusga ishonamiz, o'xshamasligiga ishonamiz. Siz tanlov qilasiz har kuni. Yo borligiga ishonasiz, yo yo'qligiga ishonasiz. Tanlov o'z qo'lingizda ekan. Alloh bizga taqdirni yaratadi, lekin tanlov huquqi bizga berilgan. Xohla tanlov qilib o'sha taqdiringni duo orqali o'zgartir. Duo ya'ni ichki fikrlar birinchi o'rinda. Qo'lingizni ochib duo qilganingiz emas, ichki fikrlaringiz ekan. Ana o'sha ichki fikrlarga nimani yoqar ekansiz? Kuzatuvchini yoqar ekansiz. Ichki fikringizni, tanangizni qilayotgan ishlarini va kimga nima munosabatda bo'layotganini atrofdagilarga. Ana o'shalarni ko'rganingizda sizda nima buzilganini ko'ra olar ekansiz. Va men sizga buni etapma-etap tushuntirib beraman. Shunda siz mag'zini chaqib va bu ilmni ishlatishni boshlaysiz va hayotingizni o'zgartirishni boshlaysiz. Birinchi o'rinda siz aynan qaysi darajada ekanligingizni ko'rganingizda, fikrlaringizni kuzatishni boshlaganingizda, taqdirni o'zgartirish, ya'ni duolar orqali, ichki duolar orqali o'zgartirishni ishonchingiz bo'lganida siz qila olasiz. Yo'q, bu hayotni o'zgartirib bo'lmaydi. Alloh taqdirni yaratadi deb komfortga kirib, uyg'onmasdan kasallik urveniga chiqib borgan insonlar ham juda ko'p. Yuzlab insonlarga yordam berish jarayonimda men shuni tushunib yetdimki, har bir bandasini Alloh sevadi va uyg'onishi uchun bu vaziyatlarni beradimi? Demak, Alloh o'zini o'ziga yaqin olgan insoniga beradi. Va bu narsada uyg'onish sizning qo'lingizda. O'zligingizni topganingizda Alloh bilan 100% qalban suhbat qurishni boshlaysiz. Va bu masalalarda sevgi borligini tushunib yetasiz. Buni oxirgi etapda tushunib olasiz. Hozir men sizga boshidan tushuntirib beraman. Muvaffaqiyatli insonlar, ya'ni arzon hayotda yashayotgan, kambag'al ongida yashayotgan insonlar bilan muvaffaqiyatli insonlarning farqi nimada? Farqi odatlarida. Nima odatlar shakllanadi? Ya'ni ota-onani, ya'ni kambag'al ongda, kambag'al fikrda bo'lgan insonlar toifasiga kiradigan insonlar bor. Ikkinchisi hayvon ongidagi insonlar bor. Hayvon ongi qanaqa bo'ladi? U faqat hayotni yeb, ichish, qornini to'ydirish va hojatxonaga borib chiqarish. Faqat shu haqida o'ylaydi. Ikkinchi darajada har xil qonunlarga bo'ysunadi. Ya'ni odamlar kiritgan qonunga. Bu hayotni o'zgartirib bo'lmaydi deganni odamlar yaratgan bu fikrni. Boylar harom pul topadi deganni odamlar yaratgan va u qonun kirgan. Bizning psixikamiz, diskimizga bu fikrlar joylashib borib, televizor orqali vaziyatni yaratasiz. Tasodiflar yo'q. Sizning fikrlaringiz qachondir shu fikrlar orqali hozirdagi hayotingizni yaratdingiz. Bu tasodiflarga men ishonmayman. Nima qilsangiz ham ishonmayman, chunki biz qachondir shu fikrlarni qilganmiz va shu hayotni yaratdik. Yoshligimizda men turmush o'rtog'im boy bo'lsin, meni ishlatmasin, menga nima bersin, meni boqsin deysiz. Lekin siz shu darajaga ham erishasiz. Qizlik paytingizda shu niyatni qilasiz, lekin shu darajaga kelasiz. Lekin turmush o'rtog'ingiz sizni ishlatmaydi. Sizga hamma narsani muhayyo qiladi. Lekin qalb xotirjamligi yo'q. Men juda ham ko'p boy ayollar bilan ham coachlarda ishlaganimda qalb xotirjamligi yo'q. Nima xohlashini bilmaydi. Chunki nimaga u darajada keldi? Chunki u niyatni qilgan, lekin qalbini eshitmaydi. Ichki eshituv bo'lishi kerak. Fikrlarini kuzatish, ya'ni anglash kerak. Ana o'sha guvohni, ya'ni mana shu joyda guvohni kuzatuvchini yoqqanida u og'riqni his qiladi.
Unaqa insonlarga uyg'onishi uchun qo'ng'iroq beriladi. Ya'ni pul bermaydi turmush o'rtog'i. Shu orqali keladi uyg'onishga. Siz o'sha kasallik urveniga chiqmasdan kelishingiz mumkin, lekin siz uni tushunmaysiz. Qo'ng'iroqlarni anglamaysiz. Vaziyat bo'veradi, takror va takror berilaveradi. Farzandingiz tinmay kasal bo'laveradi, allergiya kasalliklari qo'zg'aydi. Turmush o'rtog'ingiz bilan tinmay urushaverasiz, tushunmaysiz. Ya'ni rollar almashib qoladi. Bu holatga nima uchun kelamiz? 3 xil etapda bizga bu ta'sir qiladi. Bizga birinchi o'rinda semya deyilgan. 7-ya, men 7-man. Ya'ni onangiz, otangiz, onangizni ota-onasi, otangizni ota-onasidagi hissiyotlar diskimizda o'sha fikrlar yashaydi. Va hozirda sizni o'sha semyadagi 7-ya bo'lsangiz, sizga kelyapti. U hissiyotlar sizda ishtirok etyapti. Sizni ming hamma narsangiz bo'lsa ham, qalb xotirjamligingiz xuddiki nimadir yoqmayotgandek bo'lib ko'rinaveradi. Mana shu signallar bo'ladi, qo'ng'iroqlar. Tushunmaydi. Ilm orqali yechasiz buni. Yana bitta narsani aytib o'taman. O'sha qo'ng'iroqlarni birinchi signalini tushungan insonni tabriklayman. Nima uchun menda bo'lyapti degan savolni berish. Lekin ikkinchi etapi esa ota-onani biz kopiya qilib odatlarini shakllantiramiz, bilib bilmagan holatda. Onangiz boshqaruvchi bo'lgan bo'lsa, turmush o'rtog'ini ezib, boshqarib, o'zini ichki holatidan erkak pozitsiyasiga o'tib qolgan bo'lsa, ya'ni boshqarishga o'rganib qolgan bo'lsa, siz u odatni shakllantirasiz yoshligingizda. Nimani psixika ko'rsa, shuni gubkaga o'xshab oladi. Onangiz nima fikrda yashagan bo'lsa, yashash qiyin, pul topish qiyin, afsuslarda yashagan bo'lsa, bularni hammasini kopiya qilib yashaysiz. Sizda ham bu davom etadi. Hech qanaqa men ko'rmadim kopiya qilmagan insonni. Yo otani obrazini kopiya qiladi, yo onanikini. Shu muhitda katta bo'lganmisiz, sizga baribir bu o'tadi. Va bu ssenariylar takrorlanadi. Yokida yana bitta misol, munosabatda muammolar. Ya'ni nima uchun takror va takror bu munosabat, lekin qiz xohlaydi ichki holatidan baxtli oila qurishni, lekin onasi ham ajrashib kelgan yokida xolasi ham ajrashib kelgan, ssenariylar takrorlanyapti. Ajrim ichki holatidan yolg'iz qolish qo'rquvi, yolg'izlikdan qo'rqqani uchun bu teskarisiga masala yechilyapti. 2dan 2ni ayiryapti. 0 ga teng qilyapti. Mana shularni tushunish va Alloh yaratgan turli ilmlar bor. Ya'ni sistema yaralgan. Yerdagi qonunni hech kim buza olmaydi. Sistemani buzdingizmi, sizga to'lovlar kelishni boshlaydi. Buni men har bitta darsda qonunlar bo'yicha ma'lumot beraman. Ya'ni siz qaysi qonunda yashayapsiz? Sizga hozirgi kunda nima uchun ta'sir qilyapti va nimaga to'lov qilib kelyapsiz? Yana misol tariqasida aytaman, qafasdagi ayiq misolida aytaman. Ya'ni sizni ongingiz qaysi darajadaligini tushunib olasiz. Qafasdagi ayiq faqat dumaloq liniyani ko'radi. Aylanaveradi. Qafas dumaloq holatda, to'g'rimi? Hayot faqat shundan iborat deb o'ylaydi. Aylanaveradi, bir xillikni ko'radi. Mana shu bir xillik qachonlardir Madinada ham takrorlangan. Bo'lgan shu vaziyat. Qachonlardir Madina ham shu qafasda edi. Ya'ni biz ichki holatimizni erkinlikka olib chiqish yo'llarini bilmas ekanmiz, qilmas ekanmiz, bizga atrofdagi insonlar ko'rsatishni boshlaydi. Qonunlar boshqarishni boshlaydi. Odamlar kiritayotgan qonunlar. Bu hayot qiyin, pul topish qiyin. Munosabatlarda har doim shunaqa bo'ladi, xo'p deyishing kerak. Lekin xo'p deganingizdan keyin ichki sevgida xo'p deyish bor-da. Turmush o'rtog'i haqiqatan sevish bor-da. Hatto sevishimizni ham bilmaymiz. Chunki ichkarida to'polon, sud, afsus bor. Anu erkakka turmushga chiqqanimda edi, bunga bekor chiqaman deganda deysizmi? Atvet javobini olaverasiz. Xuddi shunaqa muammolarga ko'milib qolgansiz. Rollar almashinuvi bor. Allohning sistemasida buzilishlar bor. Shuning uchun hozirgi darajangizni yaratdingiz. Ya'ni ayiq ham o'zini hayotida, qafasni hayotini ko'rgan ayiq, kichkinaligidan o'sha qafasdagi ayiq bitta aylanada aylanaveradi. Xuddi insonlar ham o'sha labirintning ichida aylanaveradi. Men muammosini tushunmaydi. Nimaga aylanaveraman? Qayta-qayta shunga kelyapman. Qayta-qayta shu muammoga kelyapman. Nima uchun? Anglamaydi. Ya'ni kuzatadi, ko'radi. Chunki uni diskidagi qonunlar uni nima qiladi? Boshqaradi. Как robotga o'xshab qoldik. Kim o'zini ko'ra olyapti? Kim robot holatida? Ya'ni qaynotangiz bilan muammo bo'lyaptimi munosabatlarda? Bizani yoshligimizdan ko'p onalar o'sha qaynona munosabatida muammolar kelyapti, vahshiy qilib tasvirlab beradi.
Qaynanangni qo'liga tushgin, kaltagingni yeysan, ko'rasan. Hozir ish qilmayapsan-ku. Nima berilyapti? Qo'rquv, urug'i ekilyapti. Psixika uni eshitib qabul qilaveradi. Uni ko'rmaysiz. Siz bilmaysiz, chunki ona o'sha fikrda yashaydi va sizga urug'i ekadi. Siz nima bo'lasiz turmushga chiqqandan keyin? Qaynona bilan munosabatda kelisha olmaysiz. Chunki nima bor? Xavfli degan pozitsiya bor. Turmush o'rtog'ida ham xuddi shunaqa. Hali eringni qo'liga tushgin, ering seni tarbiyangni, joningni kirgizadi. Mana shu qonunni bizani boshqaryapti. Aslida Alloh sistemasida o'tmayapmiz biz. Biz o'sha programmalar, ya'ni ssenariylar bilan ovoramiz. Yokida onangiz, adangiz pul topib kelyapti, norozi. Kam topyapsan deb urush qiladi har kuni. Ichkaridan onani ichki holatida afsusda yashaydi. Norozi u. Va noroziligini ketidan turmush o'rtog'ini ham ishi yurishmaydi. Mana shu holatlarni ko'ryapsiz. Yokida ayol ona o'zini ichkaridan ayblab yashayapti. Siz o'shalarni ko'ryapsiz. Nima qilasiz? Ha, shunaqa yashalar ekan deb o'ylaysiz. Chunki psixika rivojlanmagan bo'ladi yoshlikda. Uni ko'rib rivojlanadi. Miya ko'rgan narsasiga ishonib katta bo'ladi. Va o'sha xulosalarni, qarorlarni qabul qilishni boshlaydi. Va o'sha qarorlar asosida siz hozirdagi hayotingizni yaratdingiz. Aslida bu yerda Allohning qonunlari borligini unutdingiz. Ichkarida hammasi, lekin biz bilmaymiz. Bolalik pozitsiyada qolib ketamiz. Mas'uliyatni olmaymiz. Chunki og'riq bilan katta bo'ldik. Hech qanaqasiga Allohga ishonmaysiz. Chunki sizni qonunlar boshqaryapti. Allohning sistemasini umuman unutgansiz. Ya'ni nima demoqchiman? Sizni odamlarni kiritgan xulosalari, qonunlari boshqaryapti. Siz Alloh bergan durlarni unutgansiz. Ana o'sha durlarni tushunib anglaganingizda siz 100% muvaffaqiyatga chiqasiz. Boy insonlar boyni ko'radi. Boy otani, boy onani ko'radi. Boy otani orqasida dono ayol borligini ko'radi. Va ular albatta birinchi o'rinda tanani zavqlantiradi. Tanani qanaqa qilib zavqlantirasiz bilasizmi? Jismoniy shug'ullanishlar bilan. Muvaffaqiyatli insonlar sport bilan shug'ullanadi. Kambag'al ongdagi insonlar uyda o'tiradi. Qiyin deb o'tiradi. Lekin bepulga ham iloji bor bu narsada shug'ullanishni. Bizda hozir imkoniyatlar olami. Shunday YouTube'ga qo'ysangiz yogani o'rgansangiz bo'ladi. YouTube shunday yoqsangiz sport turlarini o'rgansangiz bo'ladi, fitnesslarni o'rgansangiz bo'ladi. Hattoki bahonaga yo'q, bizda bahonalar bilan yashashga o'rganib qolganmiz-da. Odamlar shu bahonada yashagan, ota-onamiz, qarindoshlarimiz yashagan va shu xulosaga kelgan. Yugurishga chiqsangiz bo'ladi, tez yurar mashq qiling. Tana bilan ishlamaymiz. Mana shunda ham balans buzilgan. Ko'p insonlar ruhiy ilm olib chuqur tushunmaydi. Nimaga? Tanasini esdan chiqarib yuboradi. Siz ilmga keldingizmi? Mana bugundan yangi darajaga, qimmat hayotga xohishingiz bormi? Birinchi o'rinda yo yugurishni, yo yoga bilan shug'ullanishni boshlashingiz kerak. Yo raqs bilan. Tana ishlashi kerak. Qon aylanishi kerak. Tana sog'lomlashishni boshlaganida oddiy suv bilan ham davo topsangiz bo'ladi. Mana shu suv informatsiyalarga to'la shunaqa qobiliyatga egaki, suv informatsiyani qabul qiladi. Uyda ko'p urush janjal bo'ladimi? Uyda turibdimi suv? Shu suvni ichasizmi, ichkariga kiradi, ishlaydi bu. Xuddi shunaqa bizani informatsiyalar olamida bo'lganimiz uchun telefon degan narsaga kirdik. U foyda olishga ham olib chiqadi. Juda katta darajada minus holatga ham olib chiqadi. Ya'ni buni bitta kichkina qo'pol nom beradigan bo'lsa, dajjol desa ham bo'ladi. Telefon, chunki kunlik ayol va erkak farzandlarimiz butun Alloh berilgan tok bor-ku, energiya. Shuni telefonga sarflayapti. Informatsiyalar olamida siz birinchi filtr ishlatishingiz kerak. Haqiqiy ilmga kelishingiz kerak. Natijasini beradigan, ildizini yechadigan va kimni ssenariysini takrorlayotgan bo'lsangiz, o'sha narsaga yechim olishga qaror qabul qilgan. Ya'ni har xil narsalarni qilyapsiz. Ularni hammasini etapman. Men o'zim ruhiy ilm bilan ham dalshi tepaga ketib qolganman, tana bilan ishlamaganman. Hammasini bosib o'tganim uchun men 100% bunga ishonch hosil qilib, hayotimda ko'rib bo'lgan jarayonlarim bilan sizlarga mana shu ilmlarning natijasini balansga qo'ygan holatda qisqa muddatda natijaga chiqishingiz mumkin. Men 100% bu narsaga ishonaman. Lekin garantiya berasizmi desangiz yo'q. Alloh beradi garantiyani. Men Allohdan ustun kelib, kibrga kirib, sizga garantiya beraman deb aytsam, ozgina xunuk narsa. Alloh sistemasiga xiyonat qilgan bo'laman. Shuning uchun ichkaridagi sizni o'zingizdan ilmlarni olib chiqamiz, durlarni olib chiqamiz. O'zlikni topamiz. Shuning uchun kursimning nomi o'zlikni topish deya oldim. Chunki bizani ichkarimizda bu durlar bor, mukammallik bor.
lekin mukammallikka erishishingiz uchun, durlarni ko'ra olishingiz uchun mana shu kompyuterning ichidagi fikrlarni ildizini yechishingiz kerak. Har kuni o'zingizga va'da berib, va'dangiz ustidan chiqmayapsizmi? Siz kundan kunga ayblab kelasiz o'zingizni va aybdorlikni boqasiz. Ana xuddi shu narsada sizda nima bo'ladi? Dangasalik paydo bo'ladi. Disiplina, intizomga rioya qila olmaysiz. Muvaffaqiyatli insonlar intizomga rioya qiladi. Chunki o'zini hayotidagi hamma narsani ko'ra oladi, kontrolini yo'q oladi. Shuning uchun ularning farzandiga ham kopiya bo'lib, ssenariy bo'lib o'tadi. Buni genetikasida bor-da boylik. Yo'q, kambag'allikka ham o'zingiz olib kelgansiz. Sizdagi avlod olib kelgan. Siz lekin muvaffaqiyatga olib chiqish imkoniyatingiz bor bugungi kunda. Isbot sifatida aytaman, Alloh sistemasi deb ko'p gapirdim. Imkoniyatlar berilgan deb aytdim-ku. Hatto nafas bor-ku, mana bu havo, kislorodni kilolab, grammlab Allohdan sotib olmaysiz. Xuddi shunaqa imkoniyat ham cheksiz. Alloh bizga beryapti tanlov huquqini. Ol. Hayoliy ichkaridagi duolar, ya'ni fikrlarni o'zgartirdi, ol imkoniyatimni deyapti. Lekin siz anglay olmayapsiz. Tushunmayapsiz. Chunki nima bilan ovorasiz? Robotsiz. Onani, otani kopiya qilib yashayapsiz. Avlodingizdagi hissiyotlar orqali robot holatiga keldingiz. Men tez ishimni qilishim kerak, tez bilan yashayapsiz. Hoziringizda yashamayapsiz. Chunki shoshasiz. Nimaga shoshasiz? Chunki vaqt qisqardi deymiz. Lekin tagida yashashdan ma'no nima? Ma'nosiz hayotda yashaysiz. Chunki his qilmaysiz. Hissiyotni unutgansiz. Robotga aylangansiz. Qonunlar sizni boshqaradi. Hayot uchun kurashasiz. Kurashishim kerak. Keyin kurashishingiz uchun vaziyatlar beriladi. Men juda ham ko'p aytaman. Oyna qonunini. Aybdor insonlar boshqalarni ayblab yashaydi. Hammani ayblab yashaydi. Lekin hech qachon ong yangi darajaga olib chiqib bermaydi. Nima uchun bilasizmi? Chunki u har doim boshqa insonlarni ayblab yashashga o'rganib qolgan. Men ham qachonlardir ayblab yashab hech narsaga erishmadim. Bugun o'zgarishga qadam qo'ydingizmi? Bugunni o'zidan to'xtating. Oyna yuzingizdagi dog'ni ko'rsatyapti-da, ayblash qanaqa bo'ladi? Oynani artaverasiz, dog' ketmaydi. Qachon siz mana shu dog'i o'zingizda borligini ko'rganingizda, artishni boshlaganingizda, ko'rinishingiz o'zgaradi oynada. Men o'zingizdagi dog'ni artishni o'rgataman. Takror dog'lar tushayotganini ildizini artib yo'qotaman. Yo'qotishga sababchi shu formulani olasiz, qo'lingizga kiritasiz va ishlaysiz. Faqatgina bola pozitsiyadagi insonlar bu o'zlikni topishda o'qishga qiynaladi. Siz o'zlikni topishga keldingizmi, mas'uliyatni ham olishni o'rganing. Keyingi darsimizda mas'uliyat qonunini o'rgataman. O'shaning uchun muvaffaqiyatli insonni hayotiga havas qilib, umringizni, vaqtingizni faqat o'tkazyapsizmi? Telefonda hammani erishayotgan yutug'ini ko'rib, tomosha qilib, siz o'zingizga savol bering. Men kimman? Nima qilyapman o'zi degan savollar. Ya'ni ayiqqa o'xshab bitta liniyada aylanib, bir xil hayotda aylanib yoki labirintni ichida aylanib charchamadingizmi? Qaror qabul qila olmayapsiz hali ham. Qachon siz hayotimni o'zgartiraman, o'zligimni topaman deb qaror qildingizmi? Siz bu kursni muvaffaqiyatli darajada o'qiysiz. Yangi darajaga olib chiqasiz. O'sha ayiqni o'rmonga olib chiqib qo'ysangiz ham cheksizlikni ko'rmaydi. Bitta liniyada, dumaloq liniyada aylanaveradi. Chunki unga shu chiziq chizib berilgan, sizga ham xuddi shunaqa. Ota-ona, atrof muhit chizib bergan chiziqqa aylanib yotibsiz. Munosabatda bo'ladimi, pulsizlikda bo'ladimi, kreditda bo'lasizmi, kasallik urvenida bo'lasizmi, aylanib hech narsaga erishmadingiz. Ya'ni dog'ni oynadan artishni emas, o'zingizdan artishni o'rganishingiz kerak. Ya'ni menda ketyapti, meni fikrlarimda ildizlari bor, bunga yechim qarataman degan fokusni maqsadga qaratsangiz, ya'ni hayotda o'zlikni topishga qaror qabul qildingiz-ku, shunga qaratsangiz yechim olishni boshlaysiz. Birinchi o'rinda Allohning sistemasini o'rganasiz va rioya qilasiz, qadam qo'yasiz. Ana o'shanda yangi darajaga chiqasiz. Sizga ham havas qilishni boshlashadi hamma. Chunki siz bunga erishasiz. Bunga nima qilish kerak? Qadam-ba-qadam beraman. Yana bitta hasharot turidan aytaman, misol tariqasida, yana ham chuqur anglashingiz uchun. Kim o'zini ko'ra olyapti mana shu robot holatida, hissiz holatda. Mehnatkash chumoli bo'ladi. Har doim nimadir tashiydi. Hayoti shundan iborat, narsani tashiydi uyiga. Ya'ni bitta chiziqchada, liniyada yuradi. Yonida yo'l borligini ko'rmaydi. Qisqa yo'l borligini ham ko'rmaydi. Xuddi shunaqa siz ham yuribsiz. Tushunmayapsiz, nimaga bu? Mana xuddi shunaqa 12 yil oldin yurganman. Nimaga bunaqa hayot? Xuddi o'sha chumoli kabi yashash joningizga tekkan bo'lsa, Allohning sistemasini tushunmagan bo'lsangiz, Allohning durlarini unutgan bo'lsangiz, mana shu narsaga kelishingiz uchun mas'uliyatni olishingiz kerak.
Hayotimiz muammolarga to'lganda yig'lab norozilikda o'tiramiz. Qiynalamiz, yechish xohlamaymiz. Chunki bolamiz. Bola qanaqa bo'ladi? Bola ayblaydi atrofni. Atrofi ayblab charchamaydi. Chunki u o'zi fikrini, o'zini holatini, mas'uliyatini olgisi kelmaydi. Siz hozirgi holatingizni yozishingiz kerak. Nima og'riqdasiz? Nima holatdasiz? Nimaga bu darajaga kelib qolganingiz? Sizni nima qonunli boshqarayotgani? Ana shularni birinchi o'rinda kuzatish. Uyg'ondingiz, ertalab uyg'ondingiz, kuzatuvchini yoqasiz, guvohni yoqasiz. Kim bilan qanaqa gaplashyapsiz? Kim bilan qanaqa munosabatda bo'lyapsiz? Qanaqa muammo sizni qiynayapti? Birinchi ichkariga qaratasiz, fikrlaringizga. Ana o'sha yerdagi yaralarni, o'sha fikrlardagi yaralar bo'ladi. Shaytonchalar deylik. Kimdirlar shaytoncha deydi, kimdirlar yara deydi, yiring deydi. Men o'zimni yo'nalishim orqali, ya'ni kotlavandan yechim berish yaxshi ko'raman. Kotlavandan birinchi to'g'rilab, keyin uy quriladi. Siz kotlavanni tushunmasangiz, ustki qatlamni yechsangiz, ildizni yecha olmaysiz. Ildizni yechishingiz uchun siz kotlavandan boshlashingiz kerak. Kotlavandan boshlab keyin uy qurasiz. Xuddi shunaqa hozirda siz holatingizni yozishingiz kerak daftarga. Siz qaysi holatdasiz? Nima holatga keldingiz? Nima uchun bu darajada sizni og'riq qiynayapti? Nima yoqmayapti? Nimaga majbur bo'lib yashayapsiz? Nima qonun sizni boshqaryapti? Mana shu qattiq напряженный holat deydi, taranglik. O'sha taranglik robot holatiga olib kirib qo'ygansiz. His qilmaysiz. Hissiz odamga aylanib qolganga o'xshaysiz. Chunki qonun boshqaradi. Mana shu taranglikni biz bo'shashtirishimiz kerak. Yumshatib, keyin urug'larni olib, mana shu ildizini yechib, yangi urug'larni ekib, chiroyli gul daraxti ekib yashnatishimiz kerak. Mana shuni birgalikda bajaramiz. Men sizga aytaman, formulani beraman, siz bajarasiz va shu darajaga chiqasiz. Hozirda holatingizni yozing. Qaysi holatdasiz? Nima muammolar qiynayotgan bo'lsa, aynan shuni yozganingizdan keyin kuzatuvchi, ya'ni fikrlaringizni ko'rishni boshlaganingizdan keyin ko'rishni boshlaysizmi? Bu kuzatuvchisiz. Menda mana shu jarayonlar minusga ishlayotgan ekan deb ko'rishni boshlaysiz. Mana bugun kim o'zini ko'ra oldi? Bir xil hayotni joniga tegdi. O'sha muvaffaqiyat cho'qqisiga, pulga, cheksizlikka, imkoniyatlarga, o'zligini topishga, ya'ni birinchi o'rinda. O'shanda siz shu darajani ko'ra olasiz, qila olasiz. Hayotingizga kirita olasiz. Kimdir kelib sizni qutqarmaydi. Yo siz kimdirni qutqarmaysiz. Hammaga Alloh mas'uliyat bergan. O'zini hayotini o'zi kashf qiladi. Qobiliyat, talant berilgan. Ya'ni yaratuvchilik har bir insonga berilgan. Kimdir bu stakanni yaratdi. Bu qachonlardir yo'q edi shunaqa stakan. Hayolan shu ideya keldi va bu yaraldi. Buni Alloh berdi talantni. Qachonlardir inson mana ayollarga nimani yaratishni bergan? Shunaqangi ayol tabiatini Alloh sevganki, farzand dunyoga keltirish talantini ayolga berdi. Lekin turmush o'rtoqqa bog'lab qo'ygan holatda bo'ldi. Bu ijod, ya'ni shu orqali ayol yaratishga ega. Mana shu dur bor bizda, ayollarda. Va donolik ham bor. Lekin biz donoligimizni unutganmiz. Bizga ko'proq ssenariylar boshqargani uchun robot holatiga kelganmiz. Ayol qachon donolik urveniga chiqadi, qachon hissiyotlari uyg'onsa. Uni qonunlar, odamlar kiritgan qonun, atrof muhit boshqaryaptimi? Majburiyat boshqaryaptimi? Bu uje ayolligini unutgan hisoblanadi. Biz ayolligimizga qaytishimiz kerak. Durlarimizni yuzaga olib chiqishimiz kerak. Bu o'z qo'limizda va buni imkoni bor. Sizlarga vazifa sifatida beraman. Siz hozirda holatingiz, o'zingizni holatingiz bilan B holat, qanaqa holatga erishmoqchisiz, uni yozib o'tasiz. Har bitta darsga kirishdan oldin yarim soat nafas texnikasini qilasiz. Albatta, sport turini tanlaysiz va uni bajarasiz. Pulingiz yo'q bo'lsa yurishga chiqasiz yokida yogaga. Qaysi sport turidan farqi yo'q. Nafas mashqini albatta qilasiz. Ongni kengaytirishga, ma'lumotlarni, ilmni chuqur qabul qilishga va ishlatish darajasiga olib kelasiz. Agar nafas mashqini bajarsangiz, turmush o'rtog'ingizni ham boshqa insonlarga solishtirmaysiz. Faqat o'zini holatiga solishtirasiz. Unga haqqingiz bor. O'zingizni holatga mumkin, boshqa insonlarga yo'q. Sistemaga xiyonat yoki turmush o'rtog'ingizni holatiga solishtirishga haqqingiz bor. Da urib ichardi, urardi, hozir xuddi ichmayapti-ku degan narsaga qaratasiz. Shunda sistema o'z o'rniga tushishni boshlaydi. Shu formulani ishlatishni boshlaganingizda, tez yurishga chiqqaningizda, har kuni muvaffaqiyatli inson odatini o'zgartiryapti-yu, siz ham odatingizni o'zgartirishga kirishganingizda
Eski odat qachon chiqib ketadi? O'sha onangiz otangiznikini takrorlayotgan bo'lsangiz. Hammani ayblab, kambag'al bo'lishiga hamma aybdor. U o'zi oppoq. Ana o'sha pozitsiyadan chiqqaningizda, yugurishga chiqishga qaror qildingizmi? Har kuni ertalab uyg'onib, yurishga, tez yurar mashq 10 ming qadamga chiqib, qabul qilganingizda bismillah deb uyg'onib, bitta stakan suvni ichib, yurishga chiqib, hamma uxlagan vaqtda siz uyqudan voz kechib, ana o'sha intizomga qabul qilganingizda va bajarganingizda sizni hayotingizda o'zgarish bo'ladi. Reja tuzishingiz kerak. Birinchi o'rinda nafas mashqi, darsni eshitish, yurishga chiqish, stakan suv ichish. Mana shularni hammasini balansga qo'yib, cho'tka qilib bajarishni boshladingizmi, siz уже bitta katta qadamni qo'ydingiz. Keyingi darslarda уже ildizga qaysi qonunda yashayapsiz, rollaringiz to'g'rilaysiz. Chuqur ildizni ishlashni o'rganasiz. Sizga keyin hech qanaqa psixolog kimdir kerak bo'lmaydi. O'zingiz yechishni o'rganasiz va o'z hayotingizni o'zgartirasiz. O'z fikrlaringizni ildizini yechishni boshlaysiz. Bugungi darsda kim o'zini ko'ra oldi, o'sha holatingizni tan olgan holatda yozasiz va bu darsdan nimalarni tushundingiz, nima holatdaligingizni tushunganingizni o'zini yozasizda va bu holatingiz bilan menga bo'lishasiz. Men har biringlarnikini o'qiyman. Yana bitta narsa, siz robotmisiz yoki hissiyotli ayol, dono ayolmisiz? Ana o'shani tushunib olishingiz kerak. Birinchi o'rinda kim o'zini programmalarini ko'ra oldi, ana o'sha holatni yozasiz, javobinglarni kutib qolaman va vazifalarni o'z vaqtida bajarib, keyingi darsga qadam qo'yasiz. Bugungi darsimiz o'z yakuniga yetdi. Keyingi darsimizda ko'rishguncha.